qurilayotgan dengiz shukuhini beradigan maskan haqida eshitganmisiz? Tasavvur qiling, shahar shovqinidan uzoqda 250 gektarli ulkan hudud, atrofingiz gullar bilan to'la, havo toza, sokinlik bor, lekin zerikarli emas. Bu yerda har kim o'ziga mos dam olishni topadi. 650 milliard sarflanayotgan bu joyda 12 gektarli gullar bog'i, fotosessiya uchun zo'r lokatsiya. Qaytgancha, bu joy Dubayda 6 gektar, 30 gektarli eko hudud, tabiat bag'rida toza havoda velo yo'laklar, 200 o'rinli mehmonxona, 57 ta kottej. Ya'ni bu yerga kelib, bir kun emas, kunlab dam olib ketishingiz mumkin. Oilaviy deysizmi, do'stlar bilan deysizmi? Mana shunday komfort dachalari ham bor ekan. Bu yerga 20 kishini olib kelsangiz ham bo'laverar ekan. Tabiatini qarang. Uzoq deb bahona qilardingiz, a? Endi ham kelmasangiz bo'lmaydi. Yaqin, keyin bilan terrasaga chiqib, suvga qarab, kofe ichaverasiz. Akvaparkda attraksionlar, sport zonalari hammasi bor. Ekstremalni yaxshi ko'radiganlar uchun esa 800 metrli zipline, 400 metrli osma ko'prik, karting, motokross, tuyalar safari, kvadrotsikl 15 kilometrga. Biz turgan joydan ko'lning yuzigacha 2 kilometr kanat qurilar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Yaqin. Bu joy oddiy dam olish maskani emas, bu adrenalin, tabiat, komfort birlashgan loyiha. Loyihani qarang, Antalyadan kam joyi bormi? Yo'q. Eng qizig'i bunday joylar endi chet elda emas, o'zimizda qurilyapti. Siz bu yerga kim bilan kelasiz? O'sha odamga bu videoni yuborib qo'ying. Yurtimizni mana shunday go'zal maskanlariga bitta like bosishni unutmang. Yaqin.